Birinchi qisir-qisir baqlajonlarning ovozini eshitamiz. Qarasam, bu trenddagi baqlajonli salatni hamma tayyorkilardan tayyorlashni o'rgatyapti. Men har doimgidek hammani o'ylagan holda o'zimiz tayyorlagan kilardan qisir-qisir chiqadigan baqlajonli salat retseptini o'rgataman. Kilar uchun kartofelni kraxmal, un, tuz va suv kerak bo'ladi. To'liq retseptni video tagida qoldiraman. Ungacha esa sizlarga texnikalarimni tanishtirib o'taman va bir yangilikni e'lon qilaman. Oshxonangizni yangilashni orzu qilyapsizmi? Endi buni qulay narxda amalga oshirish imkoniyati yanada osonlashadi. Midea kompaniyasidan duxovka va pishirish panelini birga xarid qilsanglar, shunaqa zo'r havo tortgichni 50% chegirma bilan xarid qilishingiz mumkin. Shuningdek, Toshkent shahrida yetkazib berish mutlaqo bepul. Shoshilinglar, siz o'ylab turganingizda kimdir eng zo'r modellarni tanlab olmasin. Batafsil ma'lumot olish uchun Midea profiliga o'tishingiz mumkin. Mana qisir-qisir baqlajonli mazali salatimiz tayyor. Video yoqqan bo'lsa, yurakcha kutib qolaman.